Bugun sizlar bilan eng muhim mavzulardan biri sizni professional renderdan uzoqlashtirib turgan top 5 ta narsani ketma-ket aniq qilib tushuntirib beraman. Salom, men ismim Abdulla Fayzullayev. Kanalga yangi bo'lgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling, like bosishni unutmang, sababi aynan shu narsalar YouTube algoritmida yaxshi rivojlantirib, bizning kanalimizni rivojini oshiradi va inshaalloh shunga yarasha yanada kattaroq va yanada foydaliroq videolar chiqishi davom etadi. Shunday qilib biz boshladik. Videoni to'liq va oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman, sababi bunaqa ma'lumotlar bitta joyda o'zbek tilida, meni fikrim, hali bunaqasi bo'lmagan. Bizning birinchi va eng muhim xatolardan biri bu referensimiz, ya'ni referenslar. Referenslardagi eng katta xato bu referensni o'zi umuman yo'qligi. Ya'ni referensni ba'zi insonlar nima ekanligini ham bilmaydi. Referens oddiy qilib aytganda, sizning ishingiz qanday chiqishini o'zingiz tushunib olishingiz uchun qanaqadir rasm, analog yig'ib olishingiz hisoblanadi. Referensni yanada oddiy qilib tushuntirganda, bu bizani qayoqqa borishimizni yo'l xaritasini tizma holatida ko'rinishi desa ham bo'ladi. Tasavvur qiling, siz qanaqadir quyoshli atmosfera qilmoqchisiz yoki qorong'u atmosfera qilmoqchisiz. Shunga o'xshagan holat. Agar siz referens, ya'ni shunga oid professional renderlar yoki qanaqadir haqiqiy fotograflarning ishini topib yig'ib olmasanglar, sizlar xayolingizdan kelib chiqqan obrazni shakllantirasizlar va bu narsa ishlarning sifatini tushiradi. Sababi bizning xotiramizni bu qadar kuchli emas va ming kuchli bo'lganda ham biz unaqa atmosferani ko'rmagan bo'lishimiz mumkin. Aynan shu sabablar to'g'ri referenslar yig'ish bu juda ham katta narsa hisoblanadi. Referenslar tanlayotganda ko'pchilik shunchaki Pinterestga kirib, Pinterestda o'ziga ko'ziga ko'ringan chiroyli kadrlarni olib, shundan yig'ib to'g'ri ishlataman deb o'ylaydi. Bu aslida noto'g'ri emas, ammo bundan ko'ra ancha yaxshiroq ishlaydigan yo'llar bor. Pinterest nima uchun ideal emas? Sababi hozir ko'rib turgan ikkala rasmiylar ham Pinterestdan olingan, ammo ularda osmon va yerchalik katta farq bor vizual tarzda. Ko'rib turganingizdek, o'ng tarafdagi rasm vizual ancha kuchli, ammo sizlar o'zingizlar buni anglamasangiz, Pinterest sizlarga buni ko'rsatmaydi. Aynan shu sabablar maslaga faqat va faqat kuchli renderlar va kuchli rasmlar bor saytlarni yig'ib qo'ydim. Bular Dizin, Archdaily, Behance, Brickvisual. Bular juda kuchli vizualga ega studiya hamda saytlardir. Aynan shu saytlarda juda kuchli vizuallar bor, ya'ni vizual ko'rinishlar, arxitektura, interyer, fotoapparatda olingan kuchli rasmlar fotograflar tomonidan. Aynan sizlar shularni ko'rish orqali ko'zingizdagi kuchni oshirasizlar. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, qancha ko'p ko'rganingiz sari shuncha ko'zingiz yaxshiroq o'rganishni boshlaydi. Ya'ni ko'zingiz o'zingiz maksda ishlayotganingizda tushunishni boshlaydi. Kamera qo'yayotganingizda o'sha ko'rganlaringizdan xotirangiz olib, o'sha narsani ishingizga tatbiq qilib beradi. Aynan shu orqali siz o'zingiz ishlaringizni kuchli kompozitsiyonni o'zgartirishingiz mumkin. Instagramga kelsak, men oxirgi paytda juda yaxshi ko'rayotgan profilim bu Ant Archives. Unda juda ham yaxshi rakurslarni olishingiz mumkin. Men aynan uni oladigan rakurslarni va kompozitsiyalarni juda ham yaxshi ko'raman. Aynan shu insonni kuzatish orqali siz o'zingizni ham vizualingizni oshira olasiz. Yana bitta bilishingiz kerak bo'lgan Instagramdagi akkaunt bu AI for Architects. Unda to'liq AIda qilingan arxitekturalar bor. Siz bunda AIning kuchini va AIda qanaqa qilib ishlatish mumkinligini ko'rib o'rgana olasiz. Aslida Instagramda juda ham ko'p akkauntlar, profillar bor. Bularning hammasini men videoda aytib ketaman. Agar kim xohlasa, meni o'zimning shaxsiy Instagram profilimga kirib, men bosgan followerlarga sizlar ham kuzatib chiqsanglar, u yoqda juda ham ko'p men kuchli renderchilarga, fotograflarga follow bosib qo'yganman. Men oldin doim shunaqa qilardim. O'zim kimni kuchli render qiladi deb o'ylasam, o'sha odam Instagramga kirib, kimga follow bosgan, kimga nima uchun bosganligini ko'rib analiz qilib chiqardim. Aynan shu narsani men sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi bu sizlarning analiz qobiliyatingizni shakllantiradi va renderinglarning sifatini albatta oshiradi. Behance ishlatishi bitta qoidasi bor. Men o'zim doim ishlatadiganim, ya'ni bu aynan Behance o'zi tanlab bergan kuchli arxitekturalarni o'zinigina ko'rish. Ya'ni Behance siz ham ishingizni qo'ya olasiz, men ham ishimni qo'ya olaman, lekin qayerdan bilamiz qaysi biri kuchli. Aynan shu sabablar Behance o'zi ajratib qo'ygan flaglari bilan, ya'ni bayroqlar bilan ajratib qo'ygan professional arxitektura rasmlarini topa olamiz. Bu uchun qilishimiz kerak bo'lgan narsa Behance'ni asosiy menyusiga o'tganimizdan so'ng o'zimiz qiziqqan yo'nalishni tanlaymiz. Bizda arxitektura va arxitektura fotografiya.
Bu yerda ko'rib turganingizdek, hammasi faqat fotoapparatda olingan, professional fotograflar tomonidan olingan rasmlar hamda faqat arxitekturaga tegishli suratlar hisoblanadi. Bu yoqda biz bemalol kirib, ularni o'rganib, analiz qilishimiz mumkin. Archdaily va dizayn saytlari bu alohida mavzu. Ularda haqiqiy qurilgan arxitekturalar bor. U yoqda biz kirib, qurilgan tayyor zdaniylardan to'g'ri ma'lumotlar olishimiz mumkin. To'g'ri hayotdagi kuchli vizuallarni ko'zimiz bilan ko'rib, materiallarni his qilishimiz mumkin. Sababi bular render emas, haqiqiy foto bo'lgani uchun biz realizmni yanada kuchaytira olamiz. Aynan shu ishlarni hammasini qilib bo'lganingizdan keyin Pinterestni bemalol ishlata olasiz. Chunki aynan sizni ko'zingiz уже ancha kuchini oshirgandan so'ng, nima yaxshi, nima yomonligini ajrata olgandan so'ng, o'zingiz bemalol Pinterestda yangi mood boardlaringizni yaratib, o'ziga kerakli narsalarni yaratib, tanlab ishlata olasiz. Pinterest juda ham kuchli qurol. Men Pinterest eng kuchlilardan deb hisoblayman. Faqatgina bitta minusi, u yoqda juda ham hamma narsa aralashib ketgan. Siz to'g'ri tanlash va to'g'ri ishlatish uchun oldin kuchli saytlardan to'g'ri vizuallarni ko'rib, ko'zingizni o'rgatib olishingiz kerak. Ikkinchisi, bu kameramizni noto'g'ri nastroyka qilishimiz bo'ladi. Ya'ni setup. Buning uchun men alohida katta video tayyorlaganman. YouTube'ga bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda men buni tashlab ketaman keyingi qismga o'tishimiz uchun. Uchinchisi, bu yorug'ligimizning noto'g'riligi. Ya'ni yorug'likni juda ham ko'p taraflama o'rgansak bo'ladi. Men sizlarga asosiy yorug'likdagi minusni aytaman. Bu asosiy kamchilik esa yorug'likning ko'pligi. Ya'ni misol mana shu rasmda agar men quyoshni aynan fasadimizga qaratib yoki mutlaqo orqasidan qo'ysam, yorug'lik yoki juda ham ko'payib ketadi yoki juda ham kamayib ketadi. Yorug'likni, lightni ishlatishning eng yaxshi yo'li bu balans. Soya va yorug'likni balansi bu ishinglarni go'zallik darajasiga olib chiqadi. Ya'ni soya va yorug'lik bir me'yorda bo'lishi kerak. Na unisi, na bunisi oshib ketmasligi kerak, aynan kunduzgi renderlar uchun. Aynan shu narsani ishingizda ishlatib ko'ringlar, bu narsa ishinglarni sirasi 30-40% ga yaxshiroq ko'rsatadi, aynan yorug'lik masalasida. To'rtinchidan bizning xatoyimiz bu materiallarimiz. Materiallar aslida top 3 ta narsani ichiga kiradi, ya'ni umumiy geometriya, yorug'lik va materiallar. Materiallardagi eng asosiy xato bu materiallarning ideal ekanligi. Ya'ni hech qanaqa kir yo'q, hech qanaqa qirilish yo'q, iz yo'q, dog' yo'q, ranglar ideal, ranglarning kuchi juda yuqori. Misol uchun men ishlatadigan eng yaxshi va eng oddiy qanaqadir fishka deymiz, balki har bitta narsani olish bilan color correctiondan, ya'ni rang kuchini pasaytirib qo'yaman. Chunki rang doimo kuchli bo'lmaydi. Doim rang odatda kuchsiz bo'ladi. Sababi chang bo'lishi mumkin hayotda, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Doim shu narsani qilaman. Bu ishlaydi. Asosan metal, mashina, asfalt, shunga o'xshagan narsalarda, ya'ni kir to'planadigan joyda doim shu narsadan foydalanaman. Buni Telegramda chiqqan tekin urokimizdan ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni 3 daqiqada men qanaqa qilib romni plastik ko'rinishdan haqiqiy metal romga o'tkazishni to'g'ri tekstura bilan ko'rsatib chiqdim. Bemalol pastda opisaniyada link qoldiraman, ko'rib o'rganib, ishlatilgan teksturalarni o'zingizda ishlatib, albatta natijani kommentariyada qoldirsangiz bo'ladi. Bizani 5-chi va eng muhim xatolardan biri, muhim xato deb, eng katta xatolardan biri bu kompozitsiya. Eng katta xato, kadrlaringiz hech nima demaydi. Ya'ni gapirmaydi ular. Go'yoki soqov, nima u? Tili yo'q. Bizning arxitektura rasmlari tilsiz gapirish kerak, qanaqadir storytelling bo'lishi kerak. Hozir aynan shu rasmda ham nimadir tema bor. Ya'ni mana oddiy rasmni screenshot qilsanglar, bu bola YouTube'ga video otdi, mikrofoni bor. Ya'ni qanaqadir tasvir miyada shakllanadi. Ammo bizning arxitekturada shunchaki render, shunchaki zdaniya, shunchaki oyna. Unaqa bo'lish kerak emas. Doim bitta muhim obyekt fokusda bo'lish kerak. Bu arxitektura bo'lsin yoki qanaqadir close-upda qanaqadir detal bo'lsin, har doim kadrni maqsadli qo'yish juda muhim. Misol uchun biz kursimizda qilgan final rasmga qarashingiz mumkin. Bu yoqda qanaqa ma'no bor desanglar, men aynan ma'noga juda ko'p ahamiyat berishga harakat qilganman. Uni bitta qarashda hech kim sezmaydi. Siz ham kinolarda ham yoki professional arxitekturada rasmlarda ham bittada sezmaysiz, ammo miyangiz biladiki nimadir yaxshi, nimadir chiroyli, ammo nimaligini bilmaysiz. Nimaligini emasga hozir tushuntirib beraman. Bu narsa
qizimizni shoshilib chiqib ketayotgani aks ettirilgan rasm. Mana tasavvurim bo'yicha bu yoqda qizimizni balga kech qolib shoshilib kirayotgani aks ettirilgan. Tashqaridagi odamlar biroz qorong'uroq, ikkinchi darajaga tushirilgan hamda qizimizni eng krupniy planga o'tkazish uchun hamma yorug'lik unga qaratilgan. Kechki oqshom vaqti bal bo'lyapti, ziyofat bo'lyapti, qizimiz kech qolgan va shoshilib kiryapti. Balki poyabzali ham tushib qolar keyingi asnovada. Ammo ko'rishingiz bilan tushunasiz, qanaqadir jarayon ketyapti va bu eng muhim narsalardan biri. To'g'ri, hamma kadrimizda bu narsani takrorlashimiz qiyin bo'lishi mumkin, ammo 10 ta kadrimizdan 5 tasi, 6 tasida hammasida storytelling bo'lishi kerak. Ya'ni qanaqadir hissiyot, qanaqadir mavzu va qanaqadir obyekt bo'larsiz, kompozitsiyamiz bo'shab qoladi. Kompozitsiya aslida juda katta mavzu. Kompozitsiya haqida turli-tuman teoriyalar bor, ya'ni fishkalar bor, oltin kesimlar mavjud, golden ratiolar bor. Ular juda ham ko'p. Xohlasanglar aynan kompozitsiya masalasida alohida video qilaman. Bittasi teoriya bo'lishi mumkin, bittasi nazariya, bittasi amaliyot, har xil narsada. Ya'ni kompozitsiyada 4 ta 5 ta video ishlasam ham kam. Aynan shu sababli o'zinglarni fikringizni izohlarda qoldiringlar. Qaysi mavzuni ko'rish xohlaysizlar, men o'sha videoda xudo xolisa shunaqa chiroyli videolar qilib chiqaman. Bizning xulosamiz qanaqa? Xulosamiz agarda renderlar yaxshi bo'lmasa, har doim bu kompyuterdan emas yoki qanaqadir sizlarni 3D'lardan emas. Bu narsa aynan renderda biza e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalarga e'tiborsizlik qilayotganlarimizdan, ya'ni tepada misol berilgan 5 ta narsalardan. Agar siz archivni professional darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, ustavizni sizga tavsiya berib qolaman. To'liq ma'lumot opisaniyada Telegram kanalida bo'ladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, fikringiz bo'lsa izohlarda qoldiring, obuna bo'ling, do'stlaringizga ulashib qo'ying. Sababi qancha auditoriyamiz keng bo'lsa, shuncha auditoriyaga kattaroq, yaxshiroq, manfaatliroq videolar qilamiz inshaalloh. Sizlar bilan Abdulloh Fayzullayev bo'ldi. Ko'rganda ko'rishguncha va albatta o'sishdan to'xtamang.